Assalomu alaykum. Mavzuyimiz tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'rganish. Reja. Birinchisi, tarqatma materiallar tushunchasi va ularning pedagogik ahamiyati. 2. Ma'ruzada tarqatma materiallarni tayyorlash prinsiplari aniq, tushunarli, vizual jihatdan qiziqarli. 3. Tarqatma materiallarning samarali ishlatilishi ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati. Tarqatma materiallarning pedagogik ahamiyati. Ta'lim jarayonini qanday yaxshilaydi? Ta'limni soddalashtiradi. Tarqatma materiallar murakkab tushunchalarni oddiy va tushunarli tarzda taqdim etishga yordam beradi. Shuning uchun o'quvchilar materialni yaxshiroq anglaydi. Vizual qiziqarli bo'ladi. Rangli va qiziqarli dizaynlar bilan ta'lim materiallari diqqatni tortadi. Bu esa o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va e'tiborni saqlaydi. O'zlashtirishni tezlashtiradi. To'g'ri tayyorlangan tarqatma materiallar ma'lumotlarni tez va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonini optimallashtiradi. Pedagogik effektivlik. Yaxshi tashkil etilgan materiallar o'quvchilarga darsni samarali olib borish imkonini beradi. O'quvchilarning faolligi va qiziqishini oshiradi. Tarqatma materiallarning ta'limdagi roli va uning o'quvchilarga ta'siri. Ta'lim jarayonini yaxshilaydi. Tarqatma materiallar o'quvchilarga ma'lumotni yanada aniq va tushunarli qilishga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi, qiziqishni uyg'otadi. Vizual va mazmun jihatdan boy tarqatma materiallar o'quvchilar diqqatini tortadi, ularning qiziqishini va faolligini oshiradi. Mustahkam tushunchalar murakkab tushunchalarni soddalashtirib, o'quvchilarga yaxshiroq anglash imkonini beradi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Qayta aloqa va baholash. Tarqatma materiallar yordamida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali ma'lumot o'rnatiladi. Bu esa baholash va takomillashtirish uchun muhimdir. Pedagogik nuqtai nazardan tarqatma materiallarning afzalliklari va imkoniyatlari. Interaktivlik imkoniyati. Tarqatma materiallar o'quvchilarga faol ishtirok etish va fikr almashishni ta'minlaydi. Bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Vizual tushunarlilik. To'g'ri tashkil etilgan rang-barang va aniq vizual elementlar yordamida murakkab tushunchalar oddiy va tushunarli shaklda taqdim etiladi. Qayta foydalanish imkoniyati. Tarqatma materiallar bir necha marta va turli notekisda foydalanishga yaroqli bo'lib, ta'lim jarayonini moslashtirish va mustahkamlash imkonini beradi. Tarqatma materiallar yordamida ta'lim sifatini oshirish strategiyalari. Innovatsion yondashuvlar. Tarqatma materiallarni yengil texnologiyalar va interaktiv usullar bilan boyitish ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu o'quvchilarning qiziqishini va tushunishini kuchaytiradi. Vizual taqdimotlar, rangli grafikalar, diagrammalar va qisqa matnlar yordamida ma'lumotlarni aniq va jozibali qilish, tushunishni tezlashtiradi va xotirada qolishini ta'minlaydi. Moslashtirilgan materiallar o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga moslashtirilgan tarqatma materiallar ta'lim jarayonini individual va samarali qilishga yordam beradi. Tarqatma materiallarning ta'lim jarayonida aniq va tushunarli bo'lishi uchun asosiy tamoyillar. Aniq va qisqa tilda. Tarqatma materiallar ta'lim jarayonida aniq va tushunarli bo'lishi uchun avvalo ma'lumotlar aniq, qisqa va to'g'ri taqdim etilishi muhim. Vizual ravshanlik. Matn va rasmlarni yaxshi joylashtirish, bo'shlik va ranglardan foydalanish orqali materiallar vizual ravshan bo'lib, o'quvchilarga tushunarli bo'ladi. Tushunarli til. Murakkab tushunchalarni sodda va tushunarli tilda izohlash, texnik jarayonlardan qochish va misollar bilan mustahkamlash muhim. Tashkiliy struktur. Ma'lumotlarni logik va tartibli tarzda joylashtirish, asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish va qisqa jumlalar bilan ifodalash ta'lim samaradorligini oshiradi. Vizual jozibadorlik va pedagogik samaradorlik. Tarqatma materiallarning muhim jihatlari. Rang va dizayn. Vizual jozibadorlik uchun ranglar va dizayn elementlari muhim. Ular o'quvchilarning diqqatini tortadi va materiallarning tushunishini orttiradi. Vizual elementlar rang, rasm, diagram va informatika yordamida murakkab tushunchalarni soddalashtirish, ma'lumotlarni tez va aniq anglashga yordam beradi. Interaktivlik. Qiziqarli va jalb qiluvchi vizual usullar yordamida o'quvchilarning faol qatnashishi, studentlarning qiziqishi va ta'lim samaradorligini oshiradi. Aniq va tushunarli tarqatma materiallar tayyorlash uchun asosiy prinsiplarga kirish. Aniq va tushunarli bo'lishi uchun
Tarqatma materiallar aniq va tushunarli bo'lishi uchun oddiy va izchil tilni muhim ma'lumotlarni aniq taqdim etish talab qiladi. Vizual ravshanlik rasm, diagramma va qisqa matnlar yordamida vizual elementlarni qo'llash tushunishni tezlashtiradi va ma'lumotlarni esda qolishini saqlaydi. Tahrir va tekshirish. Materiallarni tayyorlashdan oldin ularni qayta ko'rib chiqish va tahrirlash orqali xatolarni kamaytirish va tushunishni oshirish mumkin. Vizual jihatdan qiziqarli va samarali materiallar yaratishning usullari. Rang va shakl bilan ishlash. Vizual jihatdan qiziqarli materiallar yaratishda rang va shakllardan samarali foydalanish muhim. Ular diqqatni tortadi va tushunishni kuchaytiradi. Qiziqarli grafiklar, diagramma, infografika va rasmlar yordamida murakkab tushunchalarni soddalashtirish mumkin. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ma'lumotlarni yodlashga yordam beradi. Yozuv va joylashuv. Matnni qisqa va aniq qilish, shuningdek muhim bo'limlarni vizual tarzda ajratish materiallarning samaradorligini oshiradi va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Ma'ruzada aniq va tushunarli ifoda usullarining pedagogik ahamiyati. Aniq va tushunarli ifoda. Ma'ruzada aniq va tushunarli ifoda usullari ma'ruzachi o'quvchilarga ma'ruzani yaxshiroq tushunishga yordam beradi, fikrlarni aniq va ravshan yetkazishni ta'minlaydi. Vizual yordamlar va misollar. Vizual elementlar va misollar yordamida murakkab tushunchalarni sodda qilib tushuntirish pedagogik samaradorlikni oshiradi va diqqatni jamlashga yordam beradi. Interaktiv usullar. Javob va muhokamalar orqali o'quvchilarning faolligi va tushunishini oshirish ma'ruza mazmunining qabul qilish darajasini yuksaltiradi. Samarali tarqatma materiallarni tayyorlash asosida prinsiplarga e'tibor. Mazmunning aniqligi. Samarali tarqatma materiallari tayyorlashda mazmunning aniq va tushunarli bo'lishi muhimdir. Keraksiz ma'lumotlardan qochib, asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish zarur. Vizual muvofiqlik. Materiallarning vizual dizayni o'quvchilarga ma'lumotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ranglar, shiftlar va grafiklar muvofiqligi pedagogik samaradorlikni oshiradi. Tahrir va tekshirish. Tayyorlangan materiallarni tahlil qilish va tekshirish jarayonida alohida e'tibor qaratish kerak. Bu xatolikni kamaytiradi va ma'lumotlar sifatini ta'minlaydi. Tarqatma materiallar yordamida o'quvchilarning faolligi va qiziqishini oshirish usullari. Interaktivlikni oshirish. Tarqatma materiallar yordamida o'quvchilarga savollar berish, muhokama qilish va fikr almashish uchun imkoniyatlar yaratadi. Ularning faol qatnashishini ta'minlaydi. Vizual qiziqishni oshirish. Ranglar, grafiklar va diagrammalardan foydalanib materiallarning vizual jihatdan jozibador bo'lishini o'quvchilarning diqqatini uzoqroq ushlab turadi. Moslashtirilgan mazmun. O'quvchilarning darajasi va qiziqishlariga moslashtirilgan materiallar tayyorlash ularning motivatsiyasini va faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Kooperativ faoliyatlar. Guruhlarda ishlash, muammolarni hal qilish va loyiha asosida ta'lim qilish o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantiradi va o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.